Yil boshidan Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan respublika miqyosida tovlamachilik bilan shug'ullanib kelgan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida qonun ustuvor jazo muqarrar tamoyili ostida kuchaytirilgan tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkent viloyatida yashovchi fuqaroning arizasiga ko'ra, viloyat hududidan Toshkent shahri Yashnobod tumani yo'nalishida taksi xizmatini ko'rsatuvchi haydovchilarga tahdid qilib, haq-huquqlarni toptab, noqonuniy pul topish maqsadida o'zboshimchalik bilan oylik to'lov joriy qilgan guruh qo'lga olindi. Alimqulov Sherzod Umaraliyevich, laqabi Bechok, 1989-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Muqaddam 3 marotaba O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan sudlangan. Sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanib kelgan ushbu shaxs jinoiy sheriklari bilan birgalikda Damas rusumli avtomashina haydovchisini urib tan jarohati yetkazgan va boshqaruvdagi tirikchilik manbai bo'lgan avtomashinasi kaltini zo'rlik ishlatib olib qo'ygan. Jinoiy guruh doimiy ravishda haydovchilarni yo'nalishda harakat qilishiga to'sqinlik qilib kelgan. Ariza muallifini ham hayoti va sog'lig'iga jiddiy ziyon yetkazish bilan qo'rqitib, kelgusida Yashnobod tumani hududiga qatnovni amalga oshirish evaziga oldindan 2 oylik to'lov sifatida 810 AQSh dollarini olgan. Keyingi to'lovlarni to'liq bera olmaganligi sababli yo'nalishga chiqishni o'zboshimchalik bilan taqiqlagan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh yetakchisi va uning sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisdagi murojaatnomasida ta'kidlagandek, so'nggi vaqtlarda o'zini qonundan ustun bilayotgan tovlamachi bezor to'dalar faoliyatiga butun jamiyat bilan birgalikda qarshi kurashamiz. Agarda ushbu jinoiy guruhning harakatlaridan aziyat ko'rgan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.